Mamlakatimizda jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish va yo'lovchilarga yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida avtobuslar va elektrobuslar sotib olinmoqda. Xitoydan xarid qilinayotgan 200 ta elektrobusning birinchi partiyasi yurtimizga yetkazilmoqda. Bu haqda keyingi lavhada so'z yuritiladi. Aholining uzoqini yaqin qilishda jamoat transportining ahamiyati juda katta. So'nggi 3 yilda poytaxtimizga 320 ta elektrobus olib kelindi. Buning natijasida qancha yoqilg'i tejaldi? Keling shu xususda mutaxassis fikrini tinglaymiz. Ushbu elektrobusimiz harakatlanishi uchun 330 ming so'm sarflansa, Salyarka yoqilg'isida harakatlanadigan avtobus uchun esa 1 million 346 ming so'm sarf etiladi. Ya'ni 1 million 16 ming so'm tejab qolinmoqda. Bundan tashqari elektrobuslar havoga chiqadigan zararli moddalarni ham oldini oladi. 1 yil davomida 12 tonna havoga chiqariladigan zararli gazlarni oldini olmoqda. Toshkent shahar jamoat transportini rivojlantirish maqsadida Xitoydan 2025-yilda 200 ta elektrobus va quvvatlash uskunalari xarid qilish rejalashtirilgan. Shunga ko'ra, hozirda ularning birinchi partiyasi, ya'ni 100 ta elektrobus poytaxtga olib kelinmoqda. Davlatimiz rahbarining tegishli topshiriqlariga asosan O'zbekiston 2030 strategiyasida 2030-yilgacha yana jamoat transportidagi 1200 dona avtobuslar xarid qilish belgilangan. Mana shu 1200 dona avtobuslarning 200 donasi elektrobusli rusumda poytaxtimizga olib kelinadi. 2025-yil davomida yana harakat tarkibimiz 200 dona elektrobusga ko'payadi. Hozirgi kunda 163 ta yo'nalishda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatamiz. Mana shu olib kelinadigan 200 dona elektrobus hisobiga umumiy qatnovlar soni 22800 dan tashkil etayotgan bo'lsa, yangi olib kelingan 200 dona elektrobus hisobiga esa qatnovlar soni yana 2,5 mingtaga ko'payishi rejalashtirilgan. Ya'ni poytaxtimiz aholisi va yo'lovchilari o'z manzillariga tezroq yetib olishlari mumkin bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, Faktik motorda so'rov orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiborchi rahmat, yana uchrashguncha omon bo'ling.